san'ati va ilmiy tadqiqot haqida o'ylaganlarim. Oshqushliq so'zlar. Kitob o'qish xotirasi yozish. Kitob o'qish usulini isloh qilish. Nazariyaviy tafakkur. Ilm soxtapazligi. Havay universitetiga kelib birinchi mavsumda ilmiy kitoblarni o'qish darsiga qatnashdim. To'liq kursda jamiyatshunoslik kasbida o'qimaganladim. Ilmiy kitoblarni o'qishni kuch talab qilganligini tushunganim. Kitob o'qish san'atiga diqqat qilmasam, o'qishga tegishli nurg'un mazmunlarni o'qishga ulgurolmaydiganligim yoki hazm qilolmaydiganligimni his qilganim uchunla ikkilanmayli bu darsni tanladim. Darsimiz guruh muzokarasi. Sinf ichida tez suratda o'qish mashg'uloti ishlash. Kutubxonadagi ilmiy kitoblar katalogidan qanday foydalanish temalarini cho'rdab, qizg'in kayfiyatda davom qildi. Agar bu darsga qatnashmagan bo'lsam, o'zim burun odatlangan kitob o'qish usulini eng to'g'ri deb qarab olgan. Yoki kitob o'qish bilan bo'lib ketib, uning unumi haqida hozirgidek o'ylanmagan bo'lardim. Birinchi soat darsda kitob o'qiydigan vaqt va o'rinni yaxshi tanlashdan intayin muhim ekanligini his qildim. Kitobning birinchi bobida bir kundagi oltindek vaqtingizni o'zingiz rohat his qiladigan o'rinni yaxshi tanlab degan mazmunda muhokama qilingan ekan. Men tushdan burun kir yuvish, tomoq etish, kundalik ishlarni bartaraf qilishga odatlanib, tushdan keyingi vaqtimni kitob o'qishga ajratib ekanman. Bu asli xato usulga. Atigalik vaqtni kundalik ishlarni bartaraf qilishga ajratganda turli g'am andisha, o'zimiz duch kelgan masalalar kallani charchitib, har xil uchur hidiqlab, tushdan keyin bo'g'icha herib qoldigan gapgan. Men qayta sinab qilish orqali kitob o'qish vaqtimni atigan soat 8 dan 12 gacha o'rinlashtirishdi. Bu oraliqda kompyuter ochmaslik, telefon qabul qilmaslik, boshqalar bilan ko'rishmaslik, ish bajarmaslik mezoniga amal qilishni qaror qildim. Vaqtning o'tishiga ayishib, atiganda o'rinda turgan chog'dagi sagak zehn va ruhli kayfiyat bilan kitob o'qishga kirishishning nihoyatda unumli usul ekanligi isbotlandi. O'zim uchun kitob o'qishga eng mos keladigan usulni tepish uchun izlandim. Kech-kunduz markaziy bartaraf qilish sistemasida sovib turadigan kutubxona atiganlik o'rganishimga toza mos kelmaydigandek tuyuldi. Sirtda havoliq, manzaralik joylarda o'rganish qilib baxtim, ammo diqqatim chechildi. Oxir atiganlik vaqtning oldingi yarmida yotoqdan chiqmaslik, qolgan yarmida sirtga chiqib kitob o'qish irodasiga keldim. Kundalik ishlarni bartaraf qilishni bo'lsa, tushdan keyinga qoldirdim. O'zimga mos keladigan vaqt va o'rinni isloh qilish bilan bir vaqtda diqqatning chechilmasligi uchun kitob o'qishdan burun nashtani yaxshi qildim. Tushdan keyin qiladigan ishlarning vaqt jadvalini tuzib qo'ydim. Kitob o'qiydigan chog'da oldimning pokiz, ratlik bo'lishi, kishilar ustida o'qiyotgan kitobdan boshqa hech qanday narsa qo'yilmasligi uchun oldinala tayyorlik qildim. Havay universitetiga berishdan burun olgan kitoblarimni sizmay, qatlamay o'qiydim. O'qituvchimiz o'zimiz setib olgan kitob bo'lsa, ostiga sizib, qarashlarimizni yozib o'qisak bo'ladi dedi. Sinab baxtim, raskan. Kitobni hech qanday xotira qoldirmay o'qiganda vaqtning o'tishi bilan shu chog'dagi ilhom ta'sirla xiralashir ekan. Hatto unutilib ketar ekan. Sinab qilib bilimini ko'rgandan keyin o'zim setib olgan kitoblarning menga ta'sir qilgan, yangilik bilingan yerlardan ostiga sizib o'qiydigan, yerimdan qalam ayirmaydigan bo'ldim. Kutubxonadan oyat olgan kitoblar bo'lsa, tegishli yerlarga vaqtli belgi chaplab oldim. Bunun foydasi shu ediki, keyingi ilmiy tadqiqotda izlangan nuqtalarni tez suratda tepishga foydasi bor edi. Kitob o'qish davomidagi 3-hosilatim kitob o'qish xotirasini izchil yozish. Bir yilda 50 parcha kitob o'qidik desak, vaqtning o'tishi bilan elimizda kitobning umumiy ta'siroti qolgan bilan ilmiy fikr qilishimizga, cho'nqur tafakkurga ta'sir ko'rsatmaydi. Faqatli kitob o'qish bilan xotira qoldirishni birlashtirib elib bo'lgandilar, odam yangi qarashlarni o'z ta'sirotlari bilan yug'urib oson hazm qila oladi. Ammo buning uchun uzoq muddatli mashq kerak. Navoda kitob o'qib yetib, avtorning ba'zi qarashlariga qo'shilmasak, shu yerga savol belgisi qo'yib turib, qarshi fikrlarimizni kitob o'qish xotirasiga ayrim xotirasak bo'ladi. Ammo avtorning qarashlarini tushunmay turib, qarshi nuqtadan fikr qilish odamning hamoqatligining bishorati.
qarshi nuqtadan fikr qilish hargizmi nodonlarcha qusur tepishga, o'zligini rost qilishga barobar huquqim emas. Darslik kitoblarimiz va professorlar o'qishni havola qilgan boshqa materiallar bir-biridan tom edi. Uni qandoq o'qish, qandoq hazm qilish bir masala edi. Ham odamdan vaqtdan foydalanish san'ati talab qiladi. Dastlabida dakmo qiynaldim. 2 soat ichida oram 20 bet o'qigan chog'larim bo'ldi. Ammo önemi degandek yaxshi edi. Qanday qilish kerak? Oxir kitobni rasmiy o'qishdan burun mundarijni inchiki o'qiydigan muqaddima, xotima va kayni muqobiladagi izohlarni ko'rib chiqadigan bo'ldim. Buningda kitobning qaysi mazmunlarining men izlamoqchi, javobini topmoqchi bo'lgan nuqtaga mos keladiganligi. Kitobning yozish muddaosi ma'lum bo'ladi. Vaqt kechilib, o'zimiz eng ehtiyojli bo'lgan boblarni cheklik vaqt ichida o'qishga qulaylik yaratiladi. Bu jarayonda kitobni cho'qim tanqidiy tafakkur bilan o'qish kerakligini yanama ilgirlagan holda his qildim. So'nishchan tafakkur bilan kitob o'qiganda odam o'zining mustaqil fikr xosligini saqlay olmay, fikrning quliga aylanib qoladi. Har xil ziddiyatli fikrlar odamning miyasini ideya tajovuziga uchratib, tashqi ta'sirlarning yig'indisiga aylantirib qo'yadi. Ilmiy kitoblarni cho'qim astoydil, qayta o'qish zarur. Hatto ba'zi nopostaq klassik kitoblarni necha oylab qayta o'qish kerak. Ilmiy kitob o'qishda yoki ilmiy maqolani hazm qilishda eng avval tadqiqot savolini va avtorning bu tadqiqotni qilishdagi metodini oydinlashtirib bilish lozim. Ba'zi ilmiy maqolalarda tadqiqot savoli aniq o'tirib qo'yiladi. Ba'zilarida qo'yilmaydi. Bundaq chog'da o'qirman avval maqolaning xulosa qismiga avval ko'z yugurtish, muqaddima qismini tahlil qilish orqali avtorning muddaosidan xabar tepishi, ondan tadqiqotning qaysi xil metod bilan qilganligini o'qish kerak. Bu jarayonda nuqtai nazar, muhokama asosiy, xulosa bor joylarga o'zimiz bilgan usulda belgi qo'yib olsak bo'ladi. Bu hol odamni ilmiy fikr qilishga yetaklab, tafakkurni cho'nqurlatishga, bir taraflama qarashdan xoli bo'lishga, yangi o'zgacha qarashlardan vaqtida xabar tepishga yordam berdi. Ilmiy maqolalarni, ilmiy kitoblarni, roman, cho'chak o'qigan paytida qarasiga o'qib qo'yish vaqt isrofchiligidan boshqa narsa emas. Veyd Katlari o'zining o'qitish sur'atini 3 hassa oshirish degan kitobida kitoblarni batma-bat varaqlab chiqishning turmush ritmi kun sayin tizilishayotgan vaqtda nihoyat o'limli usul ekanligini tilga oladi. Kitobni rasmiy o'qishdan burun batma-bat varaqlab, temalarga, kichik mavzularga astoydil ko'z yugurtish, cheklik vaqtda jiqroq kitob o'qish, ilmiy tadqiqotda material izlash xayolda bo'layotganlar uchun to'liq o'limli usul. Mavzuning odamni qidiqlash kuchi bo'ladi. Tez suratda batvaraqlash odamning tasavvurini jonlantirib, kitobning o'qimaslikqa yoki otlab o'tib ketishga tegishli yerlarini aniq ko'rsatib berdi. Uningdan boshqa kitob o'qishdan burun 20 soat vaqt chiqarib, o'zimizning shu temada hozirgacha nimalarni bilganligimiz haqida o'ylanishmi to'g'ri usul. Bundaq bo'lganda yangi ideyalarni bu haqda o'zimiz burun bilgan nuqtalar bilan solishtirib, tahlil qilib, yangi tushunchalarga erishgili. Johillik bilan ching turgan xato qarashlarni tuzatgili bo'ladi. Sizning tutgan mavqeingiz, qaysi nuqtadan fikr qilishingiz, qanday ko'z qarashda bo'lishingizni belgilaydi. Ammo odamning bir psixikalik ojizligi shu yerdiki, u o'zi burun bilib olgan narsani eng to'g'ri deb qarab oladi. Odatlanib qolgan qarashlardan o'ng'ayliqcha voz kechishni xohlamaydi. O'z qarashida joyillik bilan ching turib olish amaliyotda anqovlikning ifodasi bo'lib, ilm egalari bundan saqlanishi kerak. Biz odatda bir nuqtadan chiqib fikr qilsak, yana bir nuqtadan qilingan fikrlar to'g'ri bo'lsa-mu, ko'z yumib olamiz yoki qarshilik qilamiz. Odamning bu xil ojizligi 3 amoning pilni silishi degan hikoyada nihoyat yaxshi ifodalangan. Bir odam 3 amo kishiga bir pilni silitibdi va silgan narsaning nimaligini deb beqishni so'rabdi. Birinchi amo kishi pilning yo'g'on qursini silab beqib, bu tomkan debdi. Ikkinchi amo kishi pilning pochig'ini silab beqib, bu to'rikkan debdi. Üçüncü amo kishi pilning quyrug'ini silab beqib, bu arg'amchikan debdi.
odatdagi odamlarning fikr qilishi, masalalarga muomala qilishi shu 3 amoning filni silab chiqargan hukmidan jiq farqlanmaydi. Ya'ni ular o'zining ko'rgan bilginiga, burun anglag'iniga eslab olib, boshqacha nuqtadan qilingan fikriga ko'z yumadi. Bir taraflamalik iskanjisida taqib ostiga ilingan kallasini o'zgartirishni xohlamaydi. Ilm egilari kitob o'qiganda fikr og'machiligidan saqlanishi, o'xshamagan fikrlar haqida ilmiy yo'sinda munozirlashishga jur'at qilishi kerak. Afsuslanarli, rayonimizda kitob o'qish san'ati, nimalarni o'qish kerakligi haqida hech yerda bir narsa deb berilmaydi. Darsxonalardami bu haqda uchur berilmaydi. Amaliyotda qandoq o'rganish, nimalarni o'qish, mahorat, kuch talab qiladigan bir ish. Afsuslanarli, bo'rdab qochlash shaklidagi ma'rif andisiga ko'ngan nurg'un o'qituvchilar avval o'zi kitob o'qimaydi. Bilimlarning kun sari ko'nravatganligini tuymaydi yoki tuysimi harakatga o'tmaydi. Ma'rif jamiyat ehtiyojiga moslashmayotgan, o'quvchilar kutgan narsani berolmayotgan hozirgidek sharoitda biz murojaat qiladigan yana bir yo'l o'zligidan o'rganish. Halbuki o'zligidan o'rganish nimani o'qish kerakligini, kitob o'qish san'atini bilishni talab qiladi. Kitob o'qiydigan, kitob oladigan nurg'un odamlarimizda bo'lsa, kitobni ish pushig'i o'rinda o'qib qo'yadigan, ta'sirchanlik bosqichida to'xtab qoladigan, kitobni o'lik o'qiydigan ahvollar ig'ir. Amerika faylasufi John Dewey'ning qarashicha bo'lganda, inson baxtli yashash uchun tunishini harakatga aylantirishi kerak. O'qigan kitoblarimizdan fikr, ta'sirotlarga erishish, ammo his qilganlarni amaliyotga tatbiqlamaslik ta'sirchanlik kasalining ifodasi. Bir odam nomrodlikning yildizi haqidagi kitoblarni o'qib harakatga o'tmasa, muhtojlikdan mangu qutulolmasligi mumkin. Vaqtdan unumli foydalanmoqchi bo'lgan odam vaqt boshqarish deganda kitoblarni o'qib hayajonlansa, ammo kelishib qo'ygan joyga kechikib qolsa va tugamas bodi keldi bilan vaqtni isrof qilsa, undaqda bu odamga echinmoqdan boshqa amal yo'q. Chunki uning tunishi harakatga aylanmagan. Tunish harakatga aylanganda biz o'zimizni isloh qila olamiz. O'zimizning ojizligini to'g'ri tunib, ma'naviy mukammallikka qarab ilgarilaga olamiz. Kitobning unumidan va ahamiyatidan huzurini olamiz. Uyg'urlar kitob o'qishga tutgan pozitsiyasini, kitob o'qish doirasini va usulini taltuks isloh qilmay turib, nodonlikdan qutulolmaydi. Nazariyaviy tafakkurni o'stirolmaydi. Hal kuni yaxshi nurg'un odam kitob o'qimaydi yoki moddiy istak hammani belgilab qo'yayotgan davrda kitob o'qishning qimmatidan gumonlanadi. Hamma narsani pul bilan o'lchaydi. Ruh haqida gap qilishni, gap anglashni, hatto bir narsani tushunishni xohlamaydi. Kitob o'qiydiganlar ichida bo'lsa, to'xal kitoblarni o'qib olib, hamma narsani bildim davoladigan. O'z fikriga maftun bo'lib ketib, bir taraflama qarashlarining qo'liga aylanib qoladiganlar chiq. Onundan boshqa yig'ilishsiz, o'ltirishsiz o'tolmaydigan shahar Uyg'urlarining qator joylariga ilm chi degandek yangiliklarni qaytish, fikri bir yerdan chiqarganlar qarorlik yig'ilib munozirlashish qatorliqlarni o'ylashib, sinoq qilib beqishga tegishli ish bo'lib, kitob o'qishni, fikr qilishni jamiyat miqyosida kengaytirish, ilmiy havoni qo'yib qilish yo'lda bosadigan muhim qadam. Ma'rifdan tushkunlashib, tugilib qaqshashning o'rni yo'q. Harakatga o'taylik. Kitob o'qish to'lqini qo'zg'aylik.